Hammaga assalomu alaykum. Monoblok bizga juda ham ko'p savol beriladi. Monoblok u o'zi nima va qaysi do'konlarga monoblok to'g'ri keladi? Keyin yana bitta narsa, qaysidir do'konlar uchun notebook ham ishlatsa bo'ladi. Bemalol. Notebook bilan ham do'kon avtomatlashtirib olsa bo'ladi. Hamma do'konlarni emas, основной ko'p do'konlar baribir ro'yxatini hozir aytib ketamiz, qaysi do'konlar uchun notebook to'g'ri keladi. Qaysi do'konlar uchun monoblok to'g'ri keladi. Monoblok bu sensorli ekranli kompyuter, notebook bu klaviaturali yoki sensor holatlari ham bor. Monoblok. Xo'p, qaysi do'konlarga monoblok to'g'ri keladi? Bizga juda ham ko'p telefon qilishadi. Основной berayotgan savol klient bu monoblok. Aslida bilmaydi bu narsa o'zi nima va ichida qanaqa protsessorlari bor, nimaga shundan kelib chiqib narxi qimmat bo'ladi. Monoblok turlari juda ham ko'p. Hozirgi payt bozorda eng arzon monobloklar $180 dan boshlanib, tepaga qarab ketaveradi. $1,500 monobloklar bor. Xo'p. Qaysi do'konga monoblok to'g'ri keladi? Persist qilaman. Agar sizni do'koningizda klientlar juda ham ko'p bo'lsa, kechki payt kassada очередь to'planib qolsa, to monoblok olishingiz mumkin. Mumkin, обязательно monoblok olsak bo'ladi. Agar monoblok oladigan bo'lsangiz, siz ishingiz tez bo'ladi va osonlashadi. To'g'ri xarajat qilasiz, lekin tez klientni qo'yib olasiz o'zingiz do'koningizdan. Monoblok eng ko'proq ishlatiladigan oziq-ovqat do'konlarida bo'ladi. Nimaki oziq-ovqat do'konlari, keyin oziq-ovqat do'konlari, kafe, food truck, fast food joylar, ular klientga tez xizmat ko'rsatib berish kerak. Shuning uchun monoblok ishlatiladi. Qaysi do'konlarda notebookni ishlatsa bo'ladi? Notebook qaysi do'konlarda ko'proq ishlatiladi? Хозяйственный, stroymaterial do'kon, xo'p, jaluzi sotadigan do'konlar, keyin avtozapchast sotadigan do'konlar notebook ishlatiladi. U degani qisqa qilib aytganda, do'kon savdosi bor, lekin har doim kassada odam turmaydigan do'kon. Misol, avtozapchastda har doim kassada odam bo'lmaydi, bo'shroq turadi kassa. Notebook bemalol to'g'ri keladi. Nimaki skanerlisiz tovarni yoki nomini yozasiz, ro'yxati chiqib keladi, siz bemalol shoshmasdan klientga qarashingiz mumkin. Shunaqa do'konlarda keyin yana zoomagazinlarga notebook to'g'ri keladi. Хозяйственный, kiyim-kechak do'konlarga notebook to'g'ri keladi. Agar sizni kiyim-kechak do'koningiz optim bo'lmaydigan bo'lsa, bu optim joylarga hammasiga maslahat beraman, monoblok. Demakki, odam ko'p bo'ladi, klientga tez xizmat qilib berish kerak. Shu. Roznичный kichkina do'konlar uchun даже oziq-ovqat do'koni, agar sizni oziq-ovqat do'koningiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, notebook, kompyuter, personalniy kompyuter ham qo'ysangiz bo'ladi, bemalol. Lekin oziq-ovqat do'koningiz kichkina bo'lib ham do'konda odam ko'p, savdosi yaxshi, monoblok olishingiz kerak. Tez ishlaysiz, klient kutib qolmaydi. Bu narsa eng muhim. Bizga telefon qilayotgan klientlarimiz tushunmaydi, to'shto klient ko'p kassada kutib qolsa, boshqa do'konga chiqib ketishi mumkin. Vivod aytib beramiz, nima narsa qilish kerak. Agar sizni do'koningiz kichkina yoki oziq-ovqat do'kon bo'lsa, notebook olasiz. Notebook yoniga bitta pistolet skaner ulanadi. Check printer o'zingiz xohishingiz, agar klientga tovar chekini, ro'yxatini beraman desangiz, oling. Olmaydigan bo'lsangiz shart emas. Bitta notebook va bitta skaner bilan ishingiz bitadi. Ichiga programma o'rnatsa bo'ladi. Notebook kuchli igrovoy bo'lishi shart emas. Menimcha hozir har bitta uyda notebooklar bor. Eski notebooklarni ham ishga tushirsa bo'ladi, muammosi yo'q. Agar do'koningiz katta, savdosi yaxshi, zo'r bo'layotgan bo'lsa, sensorli monoblok olinglar, klientni yo'qotmanglar va yana ham ko'proq savdoingiz ko'payadi va klientga qarab berish xizmati tezlashadi. Agar sizlarga shu ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga, Instagramimizga o'tishingiz mumkin. Telefon qilinglar. Именно siz do'koningizga mos оборудование, monoblok yoki notebook maslahat beramiz. Konsultatsiya absolutno tekin. Xohlasangiz programmani ham ko'rsatib beramiz. Оборудование hamma narsalar bor, eng qulay va arzon narxlarda. Endi qimmat premium klass monobloklarimiz ham bor. Katta brendoviy do'konlar ishlatadiganlar bemalol. Agar sizlarga video qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, podpisatsiya qilinglar va pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Bemalol sog' bo'linglar, charchamanglar.